Hammaga salom yoshlar. Bugün Sizlar bilan bilan bog'da ishladim. Juda ham charchab ketdim. Shuni tugatsam borib dam olaman. Qiziq. Bugun bilan birorta qishloqni ko'rganim yo'q. Mensiz bayram qilishyapti shekilli. Hamayli, menga qizig'i ham yo'q. Bu narsalarni qilishdi-ya. Do'stlar, qishloqlardan qasos olishga sizga kirib yozinglar. Qanday g'oyalaringiz bor ulardan qasos olishga? Men hammasini o'qib chiqaman va eng zo'ri bilan qishloqlarga ko'rsatib qo'yaman. Biz bilan hazillashish qanaqa bo'lishini hali hammasiga ko'rsatib qo'yamiz. Men o'tgan videoda sizlarga izoh yozishni aytgandim, qishloqni qanday qiynash uchun. Sizlar esa shu qadar ko'p izoh yozdinglarki, men hayratda qoldim. Men keyin o'ylab qoldim. Nega qishloqni bir xil usul bilan qiynash kerak? Hammasini birdaniga qilish mumkin bo'lgandi. Shuning uchun men bugun qishloqni ham lavada qishloqni bir xil usul bilan qiynash kerak. Hammasini birdaniga qilish mumkin bo'lgandi. Shuning uchun men bugun qishloqni ham lavada yondiraman, ham portlatib yuboraman, hattoki Marsga ham olib boraman. Qisqachasiga aytganda, tug'ilganiga pushaymon bo'ladi hali. Yana do'stlar, agar sizlar bu videoga 1000 ta emas, hamayli 999 ta like yig'a olsanglar, o'zim ishlatadigan modlarning hammasini Telegramga tashlayman. Telegramga havola esa video ostida bo'ladi. Hammayli juda ham cho'zib yordik. Qishloqni qiynashga olg'a. Nega o'yin boshqacha? Men qayerdaman? Men qayerga kelib qoldim? Qanday kelib qoldim? Qanday qochaman? Yordam beringlar. Qishloqqa o'zingni bos. Seni bu yerga men olib keldim. Qishloqqa o'zingni bosyapman. Sen kimsan? Arti? Nega meni bu yoqqa olib kelding? Nima, meni meteoritga olib kelib tashlaganing esingda yo'qmi? Ana bu taraflarda menimcha meni olib borib tashlaganding meteoritga. Shuncha tez esingdan chiqib qoldimi? Shunga nima qilibdi? Sen nega meni bu yerga olib kelding? Men aql hazillashgandim-ku. Keyin u orolda raketa ham bor edi. Sen bemalol yerga qaytib kela olding. Mengacha raketam qani meni? Bu yerda birorta ham raketa ko'rmayapman axir. Sen ham